Menga ko'proq reaksiyasi yo'qdi. Yo'q gapirayotgan edi. Tahdid bu bittasi ketdi. Bittasi ketdi. Men jim o'tiraman, sezyapsan, jim o'tiraman. Так последнего, oxirigacha ichida uchadi-da bori. Капец, это ужас, это тупизм. 500 million dollar. Urilayotganda nimadir lekin bor. Китайский бог degan bo'lsa kerak. Пока что чемпион нашей программе абсолютный ублюдок. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Efirda trakchilik proyekti hamda tupoy bo'lmanglar programmasini 5-qismi. Xo'sh, bugun sizlar bilan Kaminayu Kamtarin men Umid hamda meni do'stim Jaloliddin. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Umid etib o'tgandek, bu trakchilik proyektini tupoy bo'lmanglar rubrikasi. Va bugun yana Umid qiziqarli, jostki videolar tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. O'shalarni bugun yana ko'rib, o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Xo'p, Mana shunda qoldirsa bo'ladi. Xo'p, unda bugun har doimgidek 3 ta video tayyorlab qo'yganman. 3 ta qiziq videolar biz boshlasak bo'ladi, to'g'rimi? No, boshlashdan oldin men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Umid, bu safar qarang, bitta challenge qilib ko'ramiz. Xo'p. Bu 3 tadan ko'p so'kinish mumkin emas. Har bitta videoga bitta prям nimada hamma emotsiyangizni berib bitta ayta olasiz. Xo'p, bo'ldi, harakat qilib ko'ramizmi? Harakat qilib ko'ramiz. Bo'ldi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bitta yaxshi kommentariy bo'ldi o'tgan videolarni tagida. Biz o'ylab ko'rdik, eng qiziq, eng kreativ kommentariyga biz bitta sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Uyalmasdan kommentariy qoldirsanglar bo'ladi. Yaxshi qiziq narsa sizlarga atab qo'yganimiz bor. Ненавязчиво напоминаю ставить лайки во время просмотра или в начале видео. Xo'p, birinchi video boshlaymizmi? Ovozni sal ko'taraylik. Да, ну максимум поставь. Okay. Extremely low visibility out. There's fog. I'm going 77 miles an hour. There is a fully loaded 18-wheeler. Thinks he's gonna pass me. Well, I'm gonna let him, but what he's doing is highly illegal. Highly illegal. This is absolutely ridiculous. The CDL should be taken away. You're going 75 miles an hour with a full semi full of trucks? Menga ko'proq reaksiyasi yo'qdi. Yo'q gapirayotgan edi. Yo'q. Не, там же еще блогеры есть в России, shunaqa ovozini грубо qilib gapiradi. Anaqa Big Russian boss. Да. Yo'q. Yo'q, birinchidan menga mashinasini saloni yoqdi. Такой chim yotqizib qo'yibdi. Polностью. Yashil bo'lgani yoqdimi? Ha, именно shu o't bo'lganiga yoqdi. Хорошо. Ikkinchisi reaksiyasi juda reaksiyasiga 5 baho reaksiya gap bo'lishi mumkin emas. Uchinchisi, agar konkretno truck driverga keladigan bo'lsa, tuman, yomg'ir, sakson ketyapti. Ну, 75 over 75 еще у него вес тяжелый. Ну да, тут мы же не знаем, что дальше было. Mana трак авария bo'lganmi yo'qmi bilmaymiz-ku. Ну, может, o'ziga shunchalik уверен deydi, shunaqa ketyapti. Yo, gap yo'q, zo'r bo'lsa o'ziga deydi-yu. Kstati, shu o'zi zo'rlarga bitta video ham ko'rdim. Boya ko'rsatdingiz, o'sha zo'r bolalarning bitta videosi bor ekan. Out of topic. Uni keyin gaplashamiz, Biz hech narsa demaymiz, sizlar просто Aynan shu videoga qaytadigan bo'lsak, haydovchini mahoratiga gap yo'q, 5 baho, lekin tupoy deyman nimaga? Sen o'zingni mahoratingda uverin bo'lsang, boshqalardan любой narsa kutsa bo'ladi yo'lda. Sen bilmaysan, yo'lingga qanaqadir ты вот bittasi ketdi. Bittasi ketdi. Men jim o'tiraman, sezyapsan, jim o'tiraman. Yo'lingdan qanaqadir qo'y chiqib qolishi mumkin. O'shanga men bu yoqda qo'yda nima? Qo'y nima qildi? Xo'p, javob nima deb o'ylaysan? Ну тут да, driver endi bunaqa скоростda ketish kerak emas, это небезопасно, это очень глупо. Yaxshilik bilan tugamaydi, baribir. Ну, ko'zi har kun emas, kunida sinadi-da. Так что bunaqa visibility'da, bunaqa baribir tuman bor, sekinroq haydab, chap polosada emas, o'ng polosada ketish kerak deb o'ylayman. Bu yerda driverda agar yo'lda to'xtatganda ham точно moving violation oladi. Так что да, bu yerda driver siz aytgan so'z tupoy. Da. Xo'p, keyingi videoga o'tamizmi? No, keyingi videoga o'tishdan oldin eski videolarni ko'rmagan bo'lsanglar, agar qizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa formatlarni, layklarni, podpiskalarni va kommentariyalarni kutib qolamiz. Mana mamtga qo'yib qo'yamiz, mamtga. Xo'p, keyingi video. Okay.
Ничего не предвещает беды. До последнего oxirigacha ichida uchadi-da bori. Ana rulda ketayotganda ham aslida ham jim-jim bo'ladi-yu hammada. To'tarmasam bu yo'q. Такой. Bo'ldi-da. Да. Либо yamaga tushayotganingda. Deb. Капец, это ужас, это tupizm. Ham avtobusda drayveriga bilmadim 5 baho yo'q. Yo'q, mengacha ko'proq avtobusning ichidagi kartina buzildi. Ichida bolalar o'tirgan bo'lishi kerak. 100%. Kстати, в Kaliforniyada adashmasam shunaqa bitta case bo'lgan, avtobusni urib ketgan semi truck. Ayni semi truck emas, UPS driveri bo'lgan, adashmasam. UPS driveri bo'lgan, 18 ta teenager olamdan o'tgan. O'shanga case'ni adashmasam UPS adashmasam bir $500 million ga yaqin yopgan. $500 million. Da. Boshida har bitta oilaga $10 million dan предложение berilgan. Chunki katta trakovey kompaniyalar bilasiz, ular self insured. O'zining inshuransi bor, bizga o'xshab polis sotib olmaydi. И ularga это не выгодно, понимаешь? Bironta ularni to'lab bera oladiganlar ham yo'q. И adashmasam shunaqa case, я сумму точно не помню, yana double check qilib confirm qilib olish kerak. И точно esimda shu 18 ta o'quvchi olamdan o'tgan va o'sha UPS 10 milliondan offer предложение berishni boshlagan. Bu yerda это bunaqa case, bu bilmadim, это просто сущий ад, ужас для компании в целом. Yopilishga olib keladi-da. И mana haydovchiga 5 baho qora bo'lsa kerak. Tonirovkada ko'rinmagan ma'lum. Ko'rinmayapti-da. Yo'q, eng qizig'i, mana ozgina qolganda anu mashinani ham urardi-da bu avtobus. Da. Videoni ham yaqinlashtirib ko'rsatib olish kerak. No, это tupizm. Tupizm. Hamda seri mashinani ham urgan bo'lardi hozir. U nimaga ishonib chiqib oldi? Men shuni tushunmadim. Yo'q, bilmadim, chunki bu yoqda svetofor bunga qizil в любом случае, chunki bularniki yashil bo'lib turibdi-da mana. Mana kelayotgan trakka svetoforı yashil bo'lib turibdi. O'tib ketaman deb o'yladi. Nimaga deb yozib olsada bor. Ichida odam bir 40 santimetr qolganda urilishiga. Bu yoqda haydovchiga gap yo'q. Reaksiyaga to'xtab qola oldi, chunki risk chiqib ketdi. Bir 100 metr oldin tormoz bosishni boshlaganda. No, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda haydovchi maksimalni harakat qildi avariyadan qochishga. Avariyadan qochdi ham. Bu yoqda konkretni avtobus haydovchisiga savollar bor. Qamat orish kerak. Qamat orish kerak hamada. Chunki bitta o'zini emas, qolganlarni ham qattiq xavfga qoldiryapti. Boshqa участников дороги тоже, так что тут 100% сказочный. O'sha gap. No, дальше haydovchi молодец. Haydovchiga вообще gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Truck driver approved. Alo. И ayol kishi ekan. Tем более. Hop, keyingi videoga o'tamizmi? Da, keyingi videoga o'tamiz. Ket. Там еще что-то горит, смотри. Yonishni boshladi, treyler yonishni boshladi. To'xta, yana bitta. Ужас, бля. Ot 70 ketyapti. Urilayotganda nimadir dedi lekin, bor. Kitayskiy bok degan bo'lsa kerak. Xo'p, bunga o'xshash bitta video ko'rdik eski sonda, yana o'sha videoga e'tiborlarni qaratamiz. Eski sonda ham bor, bu yerda o'sha yana o'sha gap dispetcherlarga, driver uxlatmasligiga, driver uxlamasdan yurishiga, bu yerda ham mana 100% просто driver uxlab qoldi-da, ketib qoldi. Всё. Bu yerda mana hozir mana trak ketdi, treyler ketdi, kargo ketdi. Mana kargo sochilyapti. Keldi prям. Bu yerda mana уже, tuppa hammani driverni ham, komandani ham xatosi bo'ldi. Driver тем более команды хуже. Men birinchi marta. Но bu yerda без такой реакции не получится, бля. Просто жалко. Bu yoqda 100% butun kompaniyani aybi, nafaqat driver, balki qolgan departamentlarni ham. Nimaga desanglar, misol uchun fleetga ham savol bo'lishi mumkin, chunki trak yonib ketdi. Mana yonishni boshladi. Endi bu yerda
fuel tank yorildi-da, hozir adashmasam. Всё, o'sha yerda olib chiqib. Xo'p. Endi в teoriya mana o'ylab ko'raylik. Mana trak yondi, trailer yondi, cargo yondi deylik. Plus mana bu yerda guardrail ketyapti, keyin clean up feelari bor. Balo hamma narsani debris removal bo'ladi hozir, chunki bu yerda fuel spill bo'lgan. Hamma narsani hisobga olgan holda nima xulosaga kelsa bo'ladi? Nech pulga bunaqa keysni yopib yuborsa bo'ladi? O'zi kamida qanaqa hozir mana cleaning, planning, storage, guardrail yo где-то bir 100 ming bo'ladi. Kam. 100 ming? Da. Kami 100 ming bo'ladi. Chunki guardrail bular metraj hisoblaydi, montaji, demontaji, tozalashi, bu yerda dizel yerga to'kildi. Bular prirodaga ущерб deb hisoblaydi. Unda sразу и o'sha yerda to'kilgan joyi bular ximikatlar bilan tozalab oladi. Bu narsani ham baribir Trackaway kompaniyasi страховкasi to'laydi. Buni hozir towing'i bor, storage bor. Towing kompaniyalar bilasizlar qancha skamer. Kim bo'la politsiya chaqirsa ayniqsa. Tim bu yerda kamida 100 dan kamda hal bo'lmaydi bu narsa. И plus on top of that mana ustiga trak ketdi, bilmadim, trak ketili среднем 60 tысячda. Trailer 20 80. И cargo. Aytaylik, хотя бы 100 ming coverage bo'ladigan bo'lsa ham, bilmadim, Amazon olib ketyapti, nima olib ketyapti. Bu yerda ham o'zi mana minus почти 200 ming summada. Overall mana shu просто driver uxlab qolgani kompaniyaga o'ldim deganda 300 mingga вставать qilyapti. Bu narsa insurance loss run'iga tushadi. Keyingi yil policy o'tganda narxlar oshadi. Va hozir mana bu qaysi broker, может, liniyadir yoki bilmadim nimadirdir. Masalan, даже o'sama kontraktni ham yutqizib qo'yish yoki kompaniyadan qulib qolishi mumkin-da. Так что bilmadim. В худшем случае брокер blacklist qilib yuborishi mumkin. Да. Так что iltimos dispetcherlar bizani agar ko'radigan haydovchi akalar-ukalar bo'ladigan bo'lsa ham kechasi uxlash kerak. Как минимум 6 soat uxlab olish kerak. Да, не все деньги вы заработаете. Baribir oxirida biz o'zimiz bilan pul emas, mana shu emotsiyani olib ketamiz-da. Bu baribir qoladi. Shuning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilib yuraveringlar. Da. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. И bunaqa Tupoy bo'lmanglar. Tupoy bo'lmanglar. Yo, вердикт, драйвер тупой. Да, 100%. Абсолютно. Чемпион. Пока что чемпион нашей программе абсолютный ублюдок. Xo'p, bu bizning 3-videomiz edi. Javnaqa жесткий emas edi bugun, to'g'risini aytaman. Bittasi prям zo'r edi, ano ikkinchi videomiz. To'xtab qolgani, da, klassni bo'ldi. Xo'p, agar qanaqadir qiziq videolar bo'lsa sizlarda, nafaqat haydayotgan paytida umuman trackingga oid bo'lgan videolar bo'lsa, biz xursand bo'lardik agar bizga jo'natsanglar. Kabinani ichini tashlamasanglar bo'ldi. Ha, kabinani ichini tashlamanglar. Bizga qiziq emas. Qiziq emas. To'g'risi. Endi kelayotgan videolar ham endi asosan og'aynilarimizdan, o'zimizning hamkasblarimizdan keladi. Agar sizlar ham bu qiziqarli yoki o'zinglarni kompaniya logotipini qo'yib qo'yamiz, agar sizlarda bo'lgan bo'lsa, bu takoy reklama bo'ladi. И tashlasanglar kommentariyaga yoki Telegramimizga biz ko'rib, bu даже sizlardan kelayotganini, harakatimiz bo'layotganini ko'rib xursand bo'lamiz. Va o'sha videolar bizning YouTube kanalimizda chiqadi. Xo'p, mana Jalol, biza so'kmasdan gapirishga harakat qildik. Challenge. Menga yoqmadi. Endi bilmadim, tomoshabinlarga balki yoqgandir biz so'kmayotganimiz. No, по-моему, yo, to'g'risida u emotsiya chiqarish kerak-da. U bez emotsiya qanaqasiga bu narsaga reaksiya bildiramiz. Endi bilmadim, balki sizlarga ko'proq yoqadi shunaqa более меланхоличный, спокойныйroq atmosferada biz mana bu голубой svet yoqib qo'yganimiz. Keta qolyapti. Xo'p, agar bilmadim, mayli bolalar bemalol so'kuringlar desanglar, mayli biz хотя бы bunday pipillatib qo'yamiz, lekin biz sal bo'lsa ham o'zimizni ushlashga harakat qildik. Agar bunaqa format sizlarga ko'proq yoqadigan bo'lsa, bildirib o'tib ketinglar. Не, мне просто вот я устал, брат. Вот реально, man charchaganman, bor. Просто даже говорить мне было лень. А так, в принципе, да, я с тобой согласен, идея полная Мне, в принципе, вообще обо мне что думают. Главное, я знаю свою работу, я знаю, что я делаю. И слава богу, да, вот даже в нашей компании, как ты видишь, за последние 7-8 месяцев мы выросли в 2 раза. Так что это не маленькие цифры. Я думаю, что мы на правильном направлении. Узбечем я примерно, потому что я уставший. Но, кстати, да, скажите, какой темперамент вам больше понравится? Кстати, через таки перевод qilmay shu narsani borib o'zbekchaga shunaqa xunuk perevod qilsa, meni gaplarimni borib, там смысл теряется. Xo'p, sizlarning reaksiyalarni biz kutib olamiz. Bu esa tupoy bo'lmaydi. Kutib olamiz, ha? Kutib qolamiz. Bu esa tupoy bo'lmaylarning 5-epizodi edi. Qimmatbaho vaqtinglarni ayamasdan ko'rganingiz uchun rahmat. До новых встреч. Спасибо. Rahmat.